Xo'sh xabar, Douyin, Kuaishou, Pinduoduo, Taobao, Jingdong mushu har qaysi to'rtlardan mal setib olganda texnik a'zo setib olgan usulni birini tutib qo'yadi. Buning uchun men Douyindan 139 ko'yga chasupinda birini setib olsam, 23 ko'y 2007 pul pay arpiribdi. Endi 110 ko'lam setib oldim degan gap. Andiki yana Douyindan 269 ko'yga bir tal oyoq setib olsam, 13 ko'ydan chiqarib payda arpiribdi. Ma'sul ignorasanglar to'rdan mal setib olganda az bo'lmagan pulni tiyib qolaysa. Men bu gasarga haq sanatdan o'tib qo'yma. Filmni bir tajriba etib, filmni davom qilamiz. Buning uchun biz mush telefonimizga Douyinninki 3-taraf hamkorlashgan Aptali, Mashshungti Aptalni besib tushiramiz. Tushirib olgan yoqqa echib kiramiz. Kirgandan keyin o'ng taraf ostidagi Liji Donglo degan qizil xatni bosamiz. Chiqqan batdan miyaga telefon nomerimizni Yanjang market taraf ma sistemaga tizimlatish olib boramiz. Yanjang mani kirgizib olgan yoqqa Donglo deganni bosamiz. Chiqqan batdan mani Liji Bangding, mani undarga bog'lab kiramiz. Undarni bog'lab olgan yoqqa miyaga coding kirgizingizdi. Eng muhim yeri miyaga 47-57 deb kirgizimiz. 47-57. Xato kirgizib qo'ymanglar. Kirgizib olgan yoqqa trading deganni bosamiz. Boshqa yoqqa hozir ma sistem qo'zg'alib bo'ldi. Endi keyinga qaytamiz. Endi bu sistemdan foydalanib qanday tordan mas etib olganda o'zimizga foyda arga asosda setib olamiz deganda, agar siz Douyindan mas etib olmoqchi bo'lsanglar, Douyinni echib kiramiz. Kirgandan keyin hozir men matcha supini setib olmoqchi. Matcha supini udullam setib olmaymiz. Udul setib olsanglar sizga foyda arilmaydi. Qanday setib olamiz deganda, o'ng taraf usti qarasanglar 3 ta jikit ba, mana basimiz. Boshqa yoqqa o'ng taraf osti qarasanglar finshang deb ba, mana basimiz. Chiqqan batdan sol taraf ostidagi Fuji Lianje matcha supininki ulanmasini ko'chirib elib olamiz. Ko'chirib bo'lgan yoqqa keyinga qaytamiz. Endi mana shunday Aptalni besib kiramiz. Besib kirgan yoqqa bizga necha pul ayrıydı. Mana mishat chiqib turdi. Mavo 139 ko'yliq chasupun bizga 23 ko'y 2006 pun ayrıydı ekan. Endi ma astidagi Liji Gomay deganni setib olamiz. Basqandan keyin hozir bu Douyinning meli bo'lgandan keyin Douyin atlab chiqib bo'ldi. O'ng taraf astidagini besib, me'ada sizga setvelib ko'rsatib qolib turay. Setvelib bo'lgan yoqqa keyinga qaytamiz. Malni setvelib bo'lgan yoqqa 2 minutdan keyin Shangtoy degan Aptalni echib kiramiz. Kirgan yoqqa o'ng taraf astidagi Voda deganni bosamiz. Endi maya qarsanglar bizga ayrigan pul mana mishat chiqib turdi. 37 ko'ydek pul bo'pti hozir. Bu qachonlik tushdi bu pul deganda, siz malni qabul qilib 16-kuni Undarga va yoki Jushubaga chiqarib qo'ysanglar bo'ldi degan gap. Agar texim iniq ko'ygan bo'lib qolsa, mavo dingdang vali deganni echib kiramiz. Kirgan yoqqa 139 ko'y matcha supini setib oldik. 23 ko'y 2007 pun bizga foyda arpadi. Andan keyin yana Douyindan 269 ko'yga bir tal oyoq setib olgandim. 13 ko'ydan chiqib foyda arpibdi. Bundan keyin tordan mas setib olganda mush bo'yin setib olsanglar, texmi azan sizlarga foydaga asos mushat setib olasizlar. Agar uqanmagan balla inkas rayda mendan masal so'rag'at, atrofinglardagi mush tordan mas setib olish amroqlarga yo'llab qo'yishni unutmanglar.